Lüksimizi davamlaştırıp hürmetli vatandaş. Bugünkü sağış 2011 yıl, 2021 yıl, 12 ayının 6. gün hürmetli vatandaş. Enlikki haberler mındaq, liksiyagi münasibetli haberler. En yeni haber, 12 ayının 6. gün Tayvan'ı birlik keltiriş. El kılgıç uruş paytları yetip geldi. Birlikki keltirişke tayyorlik kılaylı. General Loyven Tayvan'ı azat kılıştan uçal noktası doğrusu toxtaldı. Cungo'da kayni-kayndan 4 qatımlıq hareket izledi. Sıkaşan bolğuçularını bir taraf kılıp etdi. 2021 yılı 12 ayının 4. günü YouTube Abduri Cungo ve dünyanın yeni haberleri. Bu torpilimi Qaraganda Cungo özünün torpilimi. Cungo Kompartiyasının propaganda kılıp atқан torpilimlerinin birisi boş gerek. Hazır yukarıda depti. Bunun işiniş müzelerinin ihtiyarı işenmez müzelerinin ihtiyarı vatandaşlar. Hem de yani şunun münasibetlik. Amerika F-35'nin 3. sep liniyaga kirişiga ruxsat qildi. Avstraliyadagi harbiy bazaning o'rnini yuqori ko'tardi. Jungoni qaraga yoki nishonga oldi. Halqiliq paytlar YouTube 2021 yıl 12 ayının 5. günü. Endi bular xabarni chilliqqa ega torbetlari yoki xabarni chilliq bo'yicha xabar qiladigan torbetlari. Yani bir mavzu hürmetli vatandaş, Amerika chet ellik chiriklashgan amaldarlarni ve kişilik hukukni dafsanda qilguvchilarni boykot qildi. Jungo taraf G'arbning siyosiy tuzumida illat bor dedi. Mavzuli xabar 12 ayının 5. gün Duvit orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika amaldorlari 12 ayının 3. günü bunday ko'rsatdi. Amerika chiriklashgan chet el amaldorlarini ve kişilik hukukni dafsanda qilguvchilarni embargo qiladi. Hamda boshqa demokratik davlatlarning yuqori darajalik yig'inida bu birlikda qatnashishga haydakchilik qiladi. Volkuchsi gazeti bir nafar amaldorning so'zidan naql keltirib bunday ko'rsatdi. Demokratiya yuqori darajalikda yig'ini gavdalantirish uchun bunday e'tibor qilish haftaning 4-5 kun 2 kun yuqori darajaliklar yig'in yo'lga qo'yildi. Embargo qilish qonunsiz tapobatning Amerikaga eqib kirish masalasini hal qilishni o'z ichiga oladi. Hozir torbetlarda qiyosparazlar aytayotdiki, bu embargo qilinguchilar masalan qonunsiz tapobatning Amerikaga eqib kirishi degan nuqtadan qaraganda Jungoning xiyonatchilari yoki paraxorlari Amerikaga yetib keldi, pul ko'tarib yetib keldi. Bu pul nada deydi, deyishyapti torbetdikilar. Lekin amaliyotda qanday qiladi? Uni oldimizda ko'ramiz vatandoshim. Austin Amerika ishonchi borki va irodasi borki har qanday xarajga qarshi oladi. Deb ko'rsatdi mavzuli xabar 12 ayının 5. günü Amerika ovozini Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministri Austin bunday ko'rsatdi. Amerika Jungo tarafdan kelayotgan harbiy ishlar xarajatlaridan hargiz ansiramaydi. Amerikaning ishonchi borki, irodasi borki, har qanday xarajga qarshi oladi. Dedi Devlet Müdafaa Ministri Austin. Devlet Müdafaa Ministri Austin şembe günü Kaliforniya ştatının Simi Valley'de ötküzülgen Reagan Devlet Müdafaa munbirida notoq so'zlaganda yuqoridagi fikr bayon qildi. Demek hozir Devlet Müdafaası Austinning tunji qatim ifoda bildirish desangiz bo'ldi vatan emasdan xarajga qarshi olamiz. Yoki urushmaymiz, yoki tinchlik, yoki muqimlik emas sakitligidek. Hozir bu yerda nima deyapti? Xarajga qarshi olamiz. Amerika xarajdan hargiz qo'rqmaydi, deyapti.